Şatlık qo'riqining qurilganligining 1 yilligini tabriklash mezgilida Şatlık qo'riqiga qadam tashrif qilgan aziz mehmonlar katta sovg'aga erishidi. Bu qachonqi tashviqot e'lonidu? To'g'rida bevosita ko'rsatib yetibdi-ku. Oy, bu tushum emas-ku, ha? Boshliq! 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 Dinozavr palvon, o'ltirma. Nemish qandi? Boshliq bu nima qilganing? Boshliq, sening hiylang bek ko'pkan, uyingdagi narsalarga chiqil qilib bo'lmag'idek. Endi o'ltirsang bo'ladi. O'ltirishdan avval yenik urib qo'y. Sen uningda o'ltirmoqchi bo'lgandan keyin uni uqtirish qilishing kerak-ku. Diqqat qil. Oy. Sen haqiqiy polvonda. Boshliq, meni qo'rqitmag'in bo'lamdi. Chaqchaq qilib qo'ydim. Rost, nemish bilan kelganding? Boshliq, hozir Şatlık qo'riqimiz tashviq qilinyapti. Yo'q, hozir Şatlık qo'riqimizning donqi chiqib ketgan tursa, tashviq qilish ketmas. Men to'rdan Şatlık qo'riqining tashviqotini ko'rdim. Naq maydondan bevosita ko'rsatib yetibdi. Ajab, men bilmaydi ekanman u. Balkim bizga uqtirish qilmagandi. Tez qarab boqayli. Boshliqning surati nima degan tez? Boshliq, qara to'g'ri debdimanmi? Boshliq, sen Lyushangdimi tez yuguraydi ekansan? Dinozavr polvon, biz tush ko'rayotmaydiganimiz? Tush ko'rayotmaymiz, tun saylis qilyapmiz. Nima naqtiz? Qo'lsizmi ortding bokan? Boshliq yana nega mangding? Tuyuqsiz ikkimizning to'g'ridan chatoq chiqqanmidi deb qoldim. To'g'ri boshliq, bu nimishqa yodimga kelmagandu. Shunga biz avval boshqalarning uyiga berib to'g'riga qarab boqaylik. Ma'qul. Bulbul, hammanglarga it, kompyuterni asus. Kompyuterni ichib to'rga chiqinglar. Kompyuterni ichib to'rga chiqinglar. Kompyuterni ichib to'rga chiqinglar. Kompyuterni ichib to'rga chiqinglar. Şatlık qo'riqimizning to'rbekda hujumga uchrabdi. Cho'qib yana shu qo'rquvning ishi. Boshliq qanday qilamiz? Men bilmadim. U tapxo'r qo'zg'in bek eski ekan. Darvozaning oldin nima bo'lib ketdi ekan? Cho'qim ta'sir bo'ladi. O'tqosh, dinozavr polvon. Mana ta'siri bo'pti. O'tqosh, dinozavr polvon cho'toq chiqdi, cho'ng cho'toq chiqdi. Muloyim jiddiylashmay oldirmay so'zla. Darvoza oldida cho'ng cho'toq chiqdi. Nurg'un odam darvoza oldiga to'plashib, sizlar aldamchi ekansizlar da'vatidi. Men chiqib qarab boqay. Menmi billa boray. Sen Serakay bilan bushg'ong'ida Şatlık qo'riqimizning to'r bekitini amal qilib o'ngishsin. Boshliq, mangayli. Xo'jayin, Şatlık qo'rig'idagi to'shqonlar chuqum patparaq bo'lib ketdi. Bek yaxshi bo'pti. Amsi men davomli tashviq qilaveray. Xo'jayin, xushxabar. Xo'jayin qalayimqanchilik chiqdi. Şatlık qo'riqining darvozasi oldida qalayimqanchilik chiqdi. Xo'jayin, xushxabar. Qalayimqanchilik. Yo'q, xo'jayin, xushxabar. Yo'qol! To'shqonlarga nima bo'lganligini tez ayt. Xo'jayin, qarang, Şatlık qo'riqining darvozasining oldida qalayimqanchilik chiqdi. To'shqonlar nima qilarini bilaman. Yaxshi, bek yaxshi bo'pti. Shunday bo'lishini kutgan edim. O'zim berib ko'rib boqay. To'shqonlarni patparaq bo'lganda bek ko'gim bor. Xo'jayin, men hozirda to'rga chiqib Şatlık qo'riqni rosa bir tashviq qilay. Ma'qul. Xo'jayin, sizga deydigan bir xushxabar bor edi. Senga deydigan bir xushxabar bor edi. Tez aytma. Ismga loyiq amal qilgansan.
Boshliq, muloyim ish darvoza oldidagi qalayimqanchilikni besib tura olammi? Besib tura oladi. Yana bujg'un bilan zerakaymi bor? Uning ustiga ko'pchilik bulbulning ahvolini tushuntirishni savrchanlik bilan angladi. Bulbul ahvolini tushuntirguncha bir kun o'tib ketdi. Uchoqcha to'r bekitimizmi o'xshab bo'lamiz? Albatta, boshliq. Mushundaq ussaq taqqa bormizku. Tog'da qo'zg'in bilan uning yaloqchilari bor-ku. Ularning qandaqmi IP adresi bo'lsin? O'ylab baxmamsan, bu daqishni ulardan boshqa kim qiladi? U to'g'ri, ularni to'rga chiqishni bilamdigandi. Ular mush tarafda bo'lgandan avval tafsiliy qarab baxmamdi. Ma'qul. Yangi qurol iyiq bomba ekan. Maqat iyiq muhchalaydi ekan, ha? Dinozavr polvon orqasidan boraylik. Ma'qul. Maqat iyiq sen muhchalaydi ekansan, ha? Men nadimi uchalay? Xo'jayin menga bir xush xabarni degan. Xush xabarni anglab qushliqda shuncha egizga sakirdingmi? Bir ishni maslahatlasak bo'ladimi? O'ttirmizda maslahatlashkidak ish bormi? Qani degina. Sen meni qutqizib olsang bo'ladimi? Meni qo'yib. Biz birga tushaylik, ko'rim yo'q. Meni qo'yib. Bo'lmasa hech qaysimiz saqlamaymiz. Meni qo'yib. Biz birga tushaylik, ko'rim yo'q. Dinozavr polvon, muloqot. Toshqalar qandaq patparaq bo'lib ketgandi. Toshqalarning yig'izlari qilishqini bir ko'rsam deyman. Xo'jayin, meni qutqizgani keldingizmi? Meni bezor qilib o'ltiray debsan. Qandaq boshliq? Bujg'un bilan zerakay to'g'ri deydi. Bu g'alati IP adresi cho'qib mush yerni. Darvaqa qo'zg'unning ekan. Men ularni yiltizda yo'qotay. Quzg'unni yo'qotish tas. Uning yana yaloqchilari bor. Amal topaylik. Tekshirishimizcha to'r bektimizga rostla quzg'un hujum qilibdi. Emis tez harakatlanaylik boshliq. Texnikimiz qaloq bo'lmag'ini bilan qarshi tarafning ahvolidan qaraganda ular ishlatgan kompyuter intayin g'alit ekan. Uning ustiga qo'ysi yizig'da yozilgan program ekan. Programmasi bekli qaloq ekan. Dinozavr davridagi programma bo'lishi mumkin. Dinozavr davrida kompyuter bo'lmasa, nadimi programma bo'lsin? Men masalan davatman. U topqir qo'zg'ini yo'qtish haqiqatan taskan. Aqlimizni ish qilsak bo'g'idek. Unumli chora topsak bo'g'idek. Hozirgi ahvolga asoslanib, qarniyatlar shatliq qo'rqimizning to'r bekitiga davomli hujum qilib yetibdi degan hukmni chiqarishga bo'ladi. Qarniyatlar ishlatgan programmaning qaysi yoziqda yozilganligini bilishimizning ehtimolligi 9.10.2465%, 10% ga yetishga yana 0.10.7535% bor. Buningdan u programmaning intayin qaloq yoziqda yozilganligini ko'rib olishga bo'ladi. Balkim yo'qolib ketganiga 1980 yil bo'lgan muannas muzakkarga sundirib hisoblash usulida yozilgandi. Shunga har qitim shundoq oxirigacha anglamaydi. Dinozavr polvon, bu qitim kirpi bilan bilib borsan, kirpiga yaxshi qarajmi? Xotirjam bo'l boshliq. Necha yuz qitim deb bo'lding. Kirpini jinim bilan qo'g'dayman. O'zim yolg'iz bo'lsam bo'ladi, men ehtiyot qilatdi. Kirpini jinim bilan qo'g'dayman, lekin uning harakati bek ost ekan. Gapimni anglanglar. Men o'zim yolg'iz boray. Sening berishing ojizsiz. Vazifani o'zim yolg'iz o'rnay olmayman. Ishonmasanglar qarab turinglar. Vazifani o'rlab bo'ldim. Sen vazifani o'rlab bo'ldingmi? To'lim chashqa yerni sen ko'g'liding, mot yerani ta'tir so'ymaydigan bo'lsa. Xo'jayin, men